Hozir sizlar bilan inkubatorga tuxum joylash uchun tuxumlarni yig'amiz. Ketdik. Tuxumlarimizni yig'ib olamiz. Har yili biz shunaqa paytda inkubatorga tuxum joylaymiz. O'tgan yilgi jo'jalarimiz esa hozir mana tuxum tug'ib turishibdi. Mana o'shalar tovuqlarning tuxumlari hisoblanadi. Demak, bularni yig'ib olamiz. Biz inkubatorimizga 60 tacha tuxum ketadi. Tuxumlar bir tekisda bo'lishiga e'tibor berish kerak har doim. Chunki tahlil etganimizda bizga hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmasligi kerak. Qora tovug'imiz tuxumni bergisi kelmayapti. Bermayman deyapti. Demak, tuxumlarimizni oldik, yig'ib, endi buni margansovkali suvda yuvib olib, so'ngra artib, keyin joylaymiz. Tuxumni qo'yganimizda tuxum gorizontal turishi kerak. O'shanda tuxum sifatli bo'ladi.